Tefsiri Müyesser. A'raf suresi. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Allah bandalarini ikki firqaga ayırgan bolup, ularning bir firqasini to'g'ri yo'lga yetekladi. Yana bir firqasiga ozg'unlik tegishlik bo'ldi. Chunki ular Allohni qo'yib, shaytonlarni o'zlariga ega tutdi va ular o'zlarini to'g'ri yo'lda deb gumon qilib, nodonlikdan ularga itoat qildi. Ey odam bolalari, har qitim namoz o'qiydigan chaqda avrat joyinglarni yo'gab turadigan pokiz chiroyli kiyiminglarni kiyinglar. Shuningdek, Alloh sizlarga ato qilgan pok rizqlardan yenglar, ichinglar. Yemek-ichmakni isrof qilmanglar. Chunki Alloh yemek-ichmakni va boshqa har qanday narsani isrof qilguvchilarni qat'iy yoqtirmaydi. Ey payg'ambar, Aşu nadan müşriklarga aytqanki, Allah sizlarga zinnat qilib bergan chiroyli kiyimlarni kim harom qildi? Allah rizq qilib bergan halol narsalarni yeyishni kim harom qildi? Ey payg'ambar, Aşu müşriklarga aytqanki, Allah halol qilib bergan yemek-ichmaklar va kiyim-kechaklar bu dunyoda mu'minlar uchun bo'lib, boshqalarmi bulardan foydalanadi. Ahiret bo'lsa müminlerge xosdir. Özlerge bayan qilib berilgan mas'ullarni bilolmaydigan qavm uchun oyatlarni mushundoq tafsili bayan qilib beramiz. Ey payg'ambar, ashu nadan mushriklarga aytqinki, cheksizki Allah oshkora yo'shirun yomon ishlar va gunoh ma'siyatlarning hammasini insonlarga yomonlik qilishdan iborat eng cho'ng gunohni, Allah hech qanday dalil tushirmagan narsalarni Allohga sherik qilib olishinglarni, yolg'ondan Allohning balisi bor deyishinglarni va Alloh halol qilib bergan narsalarni harom qilib olishga o'xshash Allohning nomidan qalaymaqon so'zlashinglarni harom qildi. Allah'ni inkar qilgan, Allah'ning payg'ambarlarini yolg'onchi degan har bir ummatga azob tushadigan muayyan vaqt bor bo'lib, ularning halok bo'ladigan vaqti yetib kelganda, ular birdan ilgari yoki keyin bo'lmay darhol halok bo'ladi. Ey odam bolalari, o'zinglarning orasidan mening payg'ambarlarim kelib, sizlarga mening kitobimning oyatlarini o'qib bersa, özlerinin haq peygamber ekanligini isbotlaydigan dalil paketlarni bayon qilib bersa, sizlar ularga itoat qilinglar. Kimki mening g'azabimga uchrab qolishdan saqlansa va amalini tuzatsa, qiyomat kuni ularga Allohning jazosiga uchrab qolishdan qo'rqinch bo'lmaydi. Ular dunyoda qo'yib ketgan narsalari uchunmi qilchi qayg'urmaydi. Allah'ның bir ekanligini isbotlaydigan dalil paketlarni inkar qilib, haqiqatni qabul qilishdan bosh tortgan kofirlarga kelsak, ana shular dozoq ahlidir. Ular dozoqda mangu qoladi. Uningdan hargiz chiqolmaydi. Allah'ның nomidan yolg'onni to'qigan yoki Allah'ның oyatlarini inkar qilgan odamdanmi zolim odam bormi? Mundaqlar dunyoda yaxshilik va yomonlikdan putilgan nesivalarga erishadi. Toki jon og'uchi farishtalar ularning jinini elish uchun kelgan chaqda, farishtalar ularga Allohni qo'yib cho'qingan ma'budlaringlar qani, ularni chaqirib beqinglarchi, sizlarni qutqizib qo'ysin deydi. Ular ma'budlarimiz bizni tashlab ketdi deydi. Ve özlerinin dünyada Allah'ның bir ekanligini inkar qilgan kafirlar ekanligini itiraf qiladi. Allah aşı töhmetçi müşriklarga, sizler özünglardan ilgiri o'tgan jinlardan ve insonlardan bo'lgan kafir jamoatlar bilan birlikda do'zaxga kiringlar deydi. Her qachon bir ummat do'zaxga kirsa, u o'zidan ilgirki ummatga, uningga agishib ezib ketganligi uchun la'nat o'qiydi. Ularning hammasi do'zaxga kirib bo'lib jam bo'lganda, ularning ichidagi keyin kirganlar ilgari kirganlarga qaratib, ey Rabbimiz, ashular bizni haq yo'ldan ozdirgan edi. Shunga ularga 2 hassa do'zax azobi bergin deydi. Allah, hammanglar 2 hassa azobga tegishlik bo'ldinglar.
lekin sizlar ey ergashkuchilar, ishinglardagi har bir firqaga bo'ladigan azob uqubatning qandoq ekanligini bilmaysizlar deydi. Ularning orasidagi boshlamchilar ergashkuchilarga sizlar bilan biz ozg'unlikda o'xshashmiz. Shunga beshimizga kelgan mushu azobga sabab bo'lishda sizlarning bizdan hech qanday ortiqchiliginglar yo'q deydi. Allah ularning hammasiga qartib, sizlar qilmishinglar tufaylidan do'zax azobini tetinglar deydi. Shubhisizki Allah tushirgan mo'jizalarga, dalil pakitlarga ishonmagan, Allah'ның yegona iloh ekanligini inkor qilgan va cho'ngchilik qilib islom shariatiga amal qilmagan kofirlarga kelsak, ularning hayot vaqtida amallarining o'lganida jonlarining yuqoriga o'rlishi uchun osmonning darvozasi ochilmaydi. Ularning jannatga kirishi mumkin emas. Ularning jannatga kirishi to'gining yengnining to'shkidan o'tishidan muqiyindir. Bu mumkin emas ishdir. Biz haddidan oshgan gunohkorlarni ana shundoq jazolaymiz. O kofirlar do'zaxda mangu qoladi. Do'zaxda ularning ostiga soladigan ko'pismi o'tdan, ustiga yepinadigan yo'tqinimi o'tdan bo'ladi. Allah'ның cheklamalaridan o'tib ketib, Allah'ni inkor qilish, uningga osiylik qilish bilan o'ziga zulm qilgan kofirlarni Allah ana shundoq qattiq jazolaydi. Allah'ga iman etib, chamining yetishcha yaxshi amallarni qilganlarga kelsak, ana shular jannat ahlidir. Ular jannatda mangu turadi. Biz hech kimga qilishga kuchi yetmaydigan ishni yuklamaymiz. Allah jannat ahlining ko'ngillaridan o'chmanlik, dushmanlik degandek illatlardan nim bo'lsa ep tashlaydi. Ularga berilgan ne'matning kamoli shuki, ularning jannatga saroylari ostidan o'stanglar eqib turadi. Jannat ahli jannatga kirgan chig'ida barliq hamd sana bizni yaxshi amallarga yetaklash orqali bu ne'matga muvaffaq qilgan Allohga xosdir. O bizni to'g'ri yo'lga yetaklamagan va uningda mustahkam qilmagan bo'lsa, biz hargizmi to'g'ri yo'lni topolmagan bo'lardik. Sheksizki, Rabbimizning elchilari Allohga itoat qiluvchilarga jannat bilan xush xabar berib, gunohkorlarni do'zaxdan ogohlantirib, haqiqiy rost xabarni elib keldi deydi. Ularga izzat hurmat qilganlikdan, sizlarning iymon etib yaxshi amallarni qilganliginglar uchun Allah sizlarni varis qilgan jannat mana mushudur deb nido qilinadi. Jannat ahli jannatga kirib bo'lgandan keyin do'zax ahliga biz Rabbimiz bizga payg'ambarlarning tili orqali itoatmanlarni jannatga kirgizadiganligi haqida bergan va'dasining rost ekanligini ko'rdik. Sizlarmi Rabbinglarning payg'ambarlarning tili orqali osiy gunohkorlarni do'zaxga tashlaydiganligi haqida bergan ogohlantirishining rost ekanligini ko'rdinglarmi deb to'laydi. Do'zax ahli ularga javob berib, "Ha, Rabbimiz bizni ogohlantirgan narsaning rost ekanligini ko'rdik" deydi. Shuning bilan bir jakorchi jannat ahli bilan do'zax ahli o'rtasida nido qilib, Allohni va uning payg'ambarini inkor qilgan va Allohga osiylik qilib o'ziga zulm qilganlarga Allohning la'nati bo'lsin. Ashu kofirlar Allohning to'g'ri yo'lidan yuz o'raydi. Kishilarni o yo'lda mengishdan to'satdi. Hech kim bilanmasin deb u yo'lning agiri bo'lishini tilaydi va oxiratni inkor qiladi deydi. Jannat ahli bilan do'zax ahli o'ttirsida cho'ng bir sepil bo'ladi. Sepilning ustida jannat ahlini yuzidagi oqliqdan, do'zax ahlini yuzidagi qorliqdan to'nib oladigan odamlar bo'lib, ular savobi bilan gunohi tang kelib qolganlikdan jannatga kiramagan va Allohning rahmatini umid qilib turadigan kishilardir. Ular jannat ahliga salom berib, sizlarga omonlik tilaymiz deb to'laydi. Sepil ustidagilarning ko'zlari do'zax ahli tarafga burilganda, ular: "Ey Rabbimiz, bizni
kafirligi va mushrikligi tufaylidan o'ziga zulm qilgan bu qavm bilan birga qilmag'in deydi. Sepil ustidagilar do'zaxga tashlangan kafir katta boshlardan o'zlari siymosidan taniydiganlarga sizlarning to'plagan pul melinglar va Allohga iymon keltirishdan bosh tortib takabburlik qilganinglar sizlarga qilchi asqatmadi. Sizlar dunyodagi cheg'inglarda Allohning rahmatiga erishamaydi. Allah jannatga kirgizmaydi deb qasam qilgan kishilar mushularmi? Deb jannat ahli bo'lgan yo'qsil mu'minlarni ko'rsatib turib to'laydi. Ondan sepil ustidagilarga jannatga kiringlar. Sizlarning gunohinglar mag'firat qilindi. Sizlarga Allah azob qilarmi deb qo'rqish va dunyoda tashlab kelgan huzur halovatlarga qayg'urish yo'qdir deyiladi. Do'zax ahli jannat ahlidan bir yutum suv yoki Allah ato qilgan yemekliklardan ozroq berishini tilab yalvordi. Jannat ahli ularga javob berib, Allah'ning suv va yemeklik qatorliq ne'matlarni dunyoda Allah'ni va uning payg'ambarini inkor qilgan kofirlarga harom qilganligini aytadi. Allah oxirat ne'matlarini harom qilgan ashu kofirlar Allah ularni agishinglar deb nozil qilgan haq dinni o'yin tomoshaga aylantirib olgan. Dunyo hayotiga aldanib kelib, oxirat hayotini unutib ketgan kishilardir. Ular dunyodagi chog'larda qiyomat kunidagi uchrashishni unutganligi, bu kunning haq ekanligini bilib turib inkor qilganligi va iymon etib yaxshi amal qilishni tark etganligi uchun Allah ularni qattiq azobda tark etadi. Tafsirim muyassar. Bir guruhi ulamolar nashrga tayyorlagan. Tarjima qilguvchi Muhammad Yusuf Muhammad Tursun. Muharrir Abdurrahim Davlat. Korrektor Abdulaziz Aqhun. 2020 yanvar 1 nashri. Teklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan. Mikrofon oldida İmran Abdug'ani Sadai. Bu asar avlod detallarida tarqitildi.